Moshina salondan chiqdi, to'g'ri bizga keldi. Kalit shu joyda oldi, shu joyda topshiramiz. Bir qarashda oddiy ishitiladi, lekin mana shu kalitni olib topshirishimizga ham 8 kun vaqt ketdi. Assalomu alaykum. Moshinani 8 kun faqat tuning qilganimiz yo'q, texnik ishlarni ham qilib berdi. Egalarining vaqtlari shunchalik ziqki, hattoki propan o'rnatishga ham vaqtlari bo'lmagan. Shu joyda kalitni oldi, hamma aytgan ishlarini bitirib berib, shunaqa chiroyli holatda topshirdi. 8 kunlik mehnat, bir qancha pul, 16 xil xizmat. Bularning hammasini birma-bir sanab o'tirmayman. Osonroq bo'lish uchun opisiyaga yozib o'tib ketaman. Eng asosiy qilingan ishlar shumizatsiya, krugovoy tonirovka, hatto balonlarni ham shu joyda almashtirib berdi. Salon qismida qilingan ishlar, plastik detallar qirilib ketmasligi uchun salon laminatsiya qilib berdi. Chexol, kovrik, Malibu bar, shunaqa ishlar. Agarda sizga ham shunaqa detalli, texnik tuning ishlari kerak bo'lsa, Elegant Avto Studiyaga murojaat qilasizlar.